Salom. Esingdami qorli bir oqshom edi. Kapalaklarga o'xshardi qor parchalari. Atrofni go'zalligini bir qara. Shunchalik ajoyibki, bu manzarani ko'rib, hattoki yashaging ham kelib ketadi. Ajoyib bir qorli oqshom edi. O'shanda sen meni ko'zlarimga tikilib turib, "Farruh aka, men sizni juda ham yaxshi ko'raman" deganding. Men ham seni ko'zlaringga boqib turib, qahraton bu qishda faqat seni muhabbating meni qizdiradi degandim. Bu gaplarimni eshitib hayron qolganding. Farruh aka, qanday qilib meni muhabbatim sizni qizdirib oladi deganding. O'shanda ajoyib bir mana shunaqa qorli kunlarning birida seni muhabbating albatta meni qizdiradi degandim. Bu gaplarimga ishonmaganding. Hozir balki shu video lavhalarimni ko'rib turgandursan. Bu gaplaring rost bo'lib chiqdi. Mana shunaqa bir qahraton qishda haqiqatdan ham seni muhabbating meni qizdirib turibdi. Qayerda bo'lsang ham sog' bo'lgin. Muhabbating cheksiz bo'lsin. Seni ardoqlaganlarni ardoqlagin. Xudoyim umringni uzoq qilsin. Tugamaydigan omadga erishgin. Yutqizmaydigan lotereyalarni olgin. Nima ham derdim. Sen omadni emas, omad seni ortingdan chopsin. Baxt qushi seni boshingga kelib qo'nsin. Ajoyib bir kunlarda bizning o'tkazgan davrlarimizni eslagin. Qanday bir ajoyib kunlar edi. Qayerlargadir yugurib borgandik. Kimlardir nimalarnidir biz siz bilan birga qidirgandik. Esingdami? Ajoyib bir oqshomlar, tunlar. Kallai sahar kunlar, hattoki quyosh chiqar chiqmas biz sen bilan xuliganlik hattoki qilgandik. Bu damlar hali hamon esimda. Bu gapim bilan men senga nima demoqchiman? Qayerda bo'lsak ham sog' bo'laylik. Atrofni qara go'zalligini. Bu manzaraga bir quyoq boqin ha. Ko'ryapsanmi? Atrofda hamma yoq qor. So'raganingdek, bu porloq yo'l savqozimi deganingda, men aytmoqchimanki, ha, bu porloq yo'l savqozi. Sizga qaysi mahalla kerak deb javob bermoqchi bo'lgan bo'lardim. Afsuski, bizda mahalla yo'q. Men Rossiyaning ajoyib bir chalkash ko'chalarida yashayman. Bilmayman hozir qayerdasan. Agar mana shu ajoyib videomni ko'rib turgan bo'lsang, men juda ham xursandman. Chunki hattoki meni ko'nglimni yaralab ketgan bo'lsang-da, men sendan xafa emasman. Hayot zarbalariga turib berish kerak ekan. Shu zarbalarga turib berishga harakat qilyapman, lekin oyog'im pan berib qo'yyapti. Lekin hammasiga chidayman. Esingdami bu gaplarim? Men chidayman degandim. Men hammasiga chidayapman. Bu kunlar ham o'tib ketar. Xudo xohlasa, biz minmagan Mercedeslarga siz ham minib qoling. Chunki biz уже Ferrari'da bo'lamiz degan gaplar bor edi. Xudo xohlasa, yaxshi gapga ham, yomon gapga ham farishtalar amin deydi. Esingdami shu chiroyli gaplarim? Ha, esingda bo'lishi mumkin. Men esimda ajoyib manzaralarni senga ko'rsatib kulgandim ustingdan. Mana bu yerga qara, jinnivoy. Yoki yebanmisan degan gaplarimni eshitgan bo'lsang kerak. Bu dilimdan aytgandim. Haqorat sifatida emas, balki
haqiqiy muhabbatni bildirish uchun gohida shunaqa gaplarni ham aytish kerak ekan. Sen ham mendan ko'p xafa bo'laverma. Chunki bu biz beshafqat dunyoga yashayapmiz. Bu beshafqat dunyoda hamma narsa bo'lar ekan. Bu kun sizni sevishadi, ertaga sen sevib qolasan. Muhabbatingni topa olmay o'lib ketar ekansan desam adashmagan bo'laman. Ana shunday qaraya. Egasi uyda turib zavaylik bo'lib qo'yib, chiroqlarni yonib turganini ko'ryapsanmi? U yerda bitta chiroq yo'q. Mana bu qizil mosh. Men ham xuddi shunday qilib seni boshmarmoqchi edim. Yaxshi yo'lga, yaxshi maslahatlar berib, seni hayotingni o'zgartirmoqchi edim. Afsuski, men bu ishni qila olmadim. Ming afsus. Chunki odamni faqat o'zidan boshqa hech kim o'zgartira olmas ekan. Biz sizga qancha xohlasangiz shuncha tarbiya berishimiz mumkin, lekin biz sizni o'zgartira olmaymiz ekan. 25 yoshdan o'tganingizdan keyin biz sizga tarbiya bera olmaymiz. 25 yoshgacha balki eshitarsan mana. Undan keyin fikr o'zimniki, miya o'zimniki, qiladigan o'z ishlarim ham o'zimniki. Siz aralashmang degan gaplar tug'ilar ekan hayotimizda. Lekin gohida Xudo tomonidan bergan sadolar boshqa odamlar tufayli bizga yetib keladi. Biz shu narsalarni anglamas ekanmiz, hattoki eshitishni ham xohlamas ekanmiz. Ming afsus. Qanday ruslar aytganda, "Meni uchun jal". Men ming afsus shunday bo'lganidan. Qayerda bo'lsang ham Allohim umringni bersin. Mendan o'tgan bo'lsa meni kechir. Aytmoqchimanki, men sendan hech qachon xafa emasman. Sen bir Xudoning bandasisan. Xuddi menga o'xshab. Nima uchun men sendan xafa bo'lay? Meni ranjitgan bo'lsang, o'zingdan o'zing xafa bo'lgin degan niyatdaman. Xudo xolasa bir kun kelib yer shari yumaloq degandek ko'rishib qolarmiz. Odam bilan ko'rishmasa ham, tog' bilan ko'rishmasa ham degandek gaplar bor. Biz albatta bir kun ajoyib kunda ko'rishib qolarmiz. Shu to'qnashuvda seni men baxtli ko'rishni xohlagan bo'lardim, iloji bo'lsa. Shunga harakat qilgin. Meni gaplarimni ko'rib diqqat bilan eshitib turgan bo'lsang, Xudoyim umringni uzoq qilsin. O'zingni ehtiyot qil. Qayerda bo'lsang ham o'zingni ehtiyot qil. Chunki senga aytganimdek 95-yilda o'qigan gazetamda bu 5 kunlik dunyo deb o'qigandim. Bu 5 kunlik dunyo azizim. Bilib qo'yingki, bugun bormiz, ertaga biz yo'qmiz. Qayerda bo'lsang ham o'zingni asra, sog' bo'lgin. Xudoyim har zamon va har vaqt seni panohida asrasin. Как я говорю, люблю как говорить. Чао. O'zingni ehtiyot qil.